Yo'q janob mer. Qalaysan Oks? Tez kel oldimga. Xo'p. Nima chaqiryapti bilmadim. Kaftdagi bo'libdi. Go'lem brat, qalaysiz? Yaxshi. Muncha ko'zlari chiqargan. O'zlayu. Bu nima bu? Qalaysiz brat? Qalaysan Oks? Siz meni ismim qayerdan bilasiz? Afara hamma biladi-yu. Eski tushga bilmasman. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom. Qalaysan Oks? Yaxshi janob mer. Tuzimsiz, ishlaringiz qalay? Zo'r. Qarich senga ish bor. Qanaqa ish? Fervada tuxumlari yig'indi tuxum raqam. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Men uylarimni sotganman. 2 uyimni, o'shani pulini olishim kerak bu. Mana bu bunker. To'la tuxum qo'ygan. Qayerga ketasan? Eshik yopib qo'y. Yu. Minecraft nima bo'ldi? Hozir ko'rdinglar? Bitta ishlay olmadim. Oks bechara. Eshigini ochib qo'yaylik-chi. Bo'ldi, o'z kirib oladi. Uyga chiqib oladi. Bo'ldi, ishlarni qaboldim. Endi hozir polimizni aniq qilib keyin pulni olishimiz kerak. Bu qishloqqa zombilar kirmasligi uchun. Xo'p, sanduqdan nima qilyapman? Buni olamiz. Bo'ldi, keyin jaramas bo'ldi, sotib yubordik. Qimmatga emas endi. Kichkina uyimiz lekin zo'r ketdi, zo'r pul ketdi. 1 stakka oldim. 3 stakka sotib yubordim. Har uyimni 4 stakka olib, 6 stakka sotib yubordim. Poliz ham bor edi. Bolalar, mana olgan obuna bo'lib qo'yinglar. Darknet keyingi qismi chiqishi uchun menga 20 ta yangi obunachi kerak. Undan keyin hali narx zakaz qilishim kerak. Soatam abed bo'lib qo'ygandir. Va uylanish kerak. Medvednikini qistop bering. Uylanmoqchiman. To'g'ri, hali yoshman. Endi 2008-yilman. 2008-yilda yosh bo'ldiringlar, siz uylanganmisizlar? 2008da nechinchi yil bo'ladi? Necha yosh bo'ladi? 2008da 22 yosh bo'ladi. To'g'ri hisobladim. Chiqorman hisoblash. Yo, to'xtanglar hozir. Xo'p. 18 yosh bo'ladi. Mashhur blogerlar ham bizdan qishloqqa kelsa zo'r bo'lardi. Ko'rib rasmga tushibmi? Bolalar, agar iloj bo'lsa edit qilinglar. Zo'r bo'lardi edit qilsanglar. Xo'p, bo'ldi, endi ketdi pulni olib kelaylik. Birinchi bo'lib, ana eng zo'r uyimizga boramiz. Sotib oldim ham. Sotib olishga majbur. Vaqtda brat o'tiribdi. Mana shu bratga sotib oldim.
Ana uyimni so'rashmadi, mana shu ikkita uyimni so'rashdi. Assalomu alaykum Murod. Va alaykum assalom. Iye. Pul berasizmi? Ha, sanuvda. Ha, bo'pti. Endi bu uyga kiramanmi, boshqami yo'qmi? Hammasimi? Ha, 6 taka kelishganmiz-ku. Bo'ldi, rahmat. Akang boydi deydi. Men tepada uyimdan pulni olib tushsam, bo'ldi shu bilan. Akang boydi bo'ladi. Assalomu alaykum ular. Va alaykum assalom uka. Pul olib ketgan keldim, berasizmi? Oho, sanduda. Okey, brat. Yo'q sandu. Ikkinchisida. Ha, bo'ldi, topdim. Wow. 9 stak. O'zimda 3 stak bor. Ketdi endi xohlagan narsaga kasb qilamiz. Mashi degan narsaga sana mashi. Assalomu alaykum Murod. Va alaykum. Qalaysan, ke. Xo'p. Brat, короче, narsaga sig'moqchiman. Короче, menga bitta pistolet или AKM, undan keyin bitta xardinli, bitta musor soladigan idish, bitta. Mayli shularni olib kelversin. Ha, rakvina ham. Bo'ldi, brat. Aha, qanaqa, unda 2 stak bo'ladi. Ha. Sanduk solib qo'ydim, sanduk. Keyingi videoda olib ketaman. Xo'p. Senga obuna bo'lishganmi bular? Mengami? Bilmadim, atigi endi 50 obunachim bor. Unda obuna bo'lib qo'yinglar o'qishga. O, rahmat, addushi brat. Obuna bo'lib qo'yinglar, eshitdinglar? Mana o'zimda 6 stak qoldi. 3 stakim bor. Hop. Sandiqga solib qo'y. Bas, kontur bosamizmi bolalar bilan? Narsalar to'lib ketdi sandig'imda. Mana bir pas mizg'ib olay. Ushkacham tushibdi. Pashti. Pas mizg'ib olaman. Pas mizg'ib olaman. Sana janob chaqiryapti. Xo'p. Endi mikro olayman uyimga. Chaqay. Hozir chiqaman, jim turibdi ko'ring. Yaqalay. Beshiring. O'ldirib qutulaman. Yo'qol. Janob ber, shu payt nimaga chaqiradi? Janob men qo'ymadi. Bu mana-ku. Janob mer. Oks, короче, insonlarni to'lab qo'y. Xo'p. Keyingi safar hali olib beraman. Bo'pti. Hozir soliq 1,5 stak izmir, 1 stak izmir qo'ying to'g'ri. Pul nima? Pul olishni bilib olganmi? Mer biladi. Kemerga qistop bering deymiz.
Assalomu alaykum yana bir bor. Nima, sen buncha salom, salom. Men turadigan bolamiz. Ha? Qaror olib keldim mana. Sandan uyga solib qo'ydim. Bo'pti, bor. Men anaqa sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Qizlarni bilmaysizmi? Qaror uylanmoqchi edim-da. Uylantirib qo'yaymi? Ha. Biz zo'r qiz bor, o'shani uylantirib qo'yaman. Xo'p, rahmat. Keyingi safar boramizmi sovchilikka? Ha, bo'pti. Bari jiyanim bilan olib kelasan. Ha, bo'pti, xo'p. Uxlaydigan vaqtim bo'ldi.